O'zbeklar Amerikada ham futbolni unutishmaydi. Universitetimizda bir gala o'zbek studentlari bilan futbol uyushtirdik. Stadionimiz universitetga tegishli bo'lgani bilan kampusdan ancha uzoqda ekan. O'rmon oralab yurib, joyni topib oldik. Stadionimiz bitta emas, naq ikkita yonma-yon joylashgan ekan. Bittasini o'zi yetarlicha katta bo'lgani uchun maydonni yarmida o'ynashga kelishdik. O'ylab qarasak, yangi kelgan o'quvchilar o'zi bir kamanda bo'lib qolgan ekan. Shunga avvalgilarga qarshi yangi o'quvchilar tarkib qildik. Maydonni qolgan qismlarda amerikaliklar o'zlarining futbolini o'ynab yurishdi. Men esa darvozabon bo'lganim uchun bemalol blog uchun videolar olib turdim. Lekin bitta gol to'sdim. Uchtasini o'tkazib olgan bo'lsam. O'yinimiz kechgacha cho'zilib, hisoblar teng bo'lib qoldi. Iloji yo'q, penaltilar seriyasi qilishga majbur bo'ldik. O'zi ham juda qiziq zarbalar seriyasi bo'ldi. O'yin davomida bo'lmagan hamma antiqa holatlarni penaltilar seriyasida ko'rdik. O'zi ma'no nima? Oq balkim qora bo'lib, qora oq bo'lib chiqsa-chi. Hal qiluvchi zarbadan so'ng o'yinimiz va nihoyat tugadi. Qaysi komanda g'olib bo'ldi deb o'ylaysiz? Albatta kommentariyada yozib keting. Amerikada student hayoti haqida qiziq videolar uchun obuna bo'lishni unutmang. Keshigidan! Yetdim lan! Bir aşağı geçen.